Siz zond yutishdan qo'rqyapsizmi? Buni oson yo'li bor bizning klinikada. Birinchi o'rinda bemor doktorni ko'rsatmalarini bajarish kerak. Ya'ni ertalab och qoringa hech narsa yemay, ichmay kelish kerak. Bundan keyin bemor shu kushetkaga chap yonboshlagan holda yotiladi, oyoqlarini qoringa keltiradi va bo'sh qo'yib og'iz orqali chuqur-chuqur nafas olish kerak. Shu payt zond fibroskop uskuna kirayotganda halqum mushaklari bo'shaladi va bemor hech qanaqa qarama-qarshilik sezmaydi va apparat sekin-sekin kiradi. Kirganda qizil o'ngach, oshqozon va 12 barmoq ichagini ko'rib chiqiladi. Asosan protsedura 5 minutdan 10 minutgacha vaqtni oladi. Agar shu usul ham to'g'ri kelmasa, sizga bizda sedatsiya bor, ya'ni bu narkoz deyiladi. Bemorga vena orqali dori jo'natiladi va bemor chuqur uyquga tushiriladi. Va protsedura payt bemor uyquda bo'lganda hech narsa sezmaydi, hech qanaqa qarama-qarshiliklar bo'lmaydi va doktor bemalol ko'rib chiqadi, ham bemor ham bo'shashib, hech narsa sezmaydigan holatda bo'ladi.